Akamiz So'y tuman urdirgan ekanlar. So'y tumanning hidlari ketmay akamiz bezovta qilgan ekan. Hozir akamiz keldilar. Aka So'y tumanning hidini topib bering usta aka deyishdi. So'y tumanning hidini topsak, bu yerda svejiy So'y tuman bo'layotgan ekan. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Oyna ko'taradigan blok, avtomatik quflaganda oynalarni 4 ta oynani ko'tarib beradigan blogi. Suv kirish natijasida korotkий zamkani berib qo'ygan. Ya'ni chiqish pastiyani ko'tarishga chiqib qo'ygan. Soatlab mana shunaqa turish natijasida bu erib yonib ketgan. Mana ahvoli. Mana korpuslari erib yongan payti akamiz o'zlari ko'rib qolgan, mashinaning ichi tutab ketganini oppoq bo'lib. Klemmani uzib qo'yibdilar, hozir keldi. Birdan haytil ajratmagan. Qanaqadir ajratmaydigan birdan haytilmi yo'q, qanaqadir zamkani bo'lgan. Hozir ularni almashtirib, xudo xolasa go'zal holatda ishlaydigan qilib beramiz. Shopir akalarga maslahat beramiz. Oyna ko'taradigan bloklaringizda germetishni qilib, o'rab, suv kirmaydigan joyga qistirib qo'yishlaringizni maslahat beramiz. Bo'lmasa shunaqa holatga tushib qolishi mumkin.